Men axloq masalasini aytyapman. Inson o'laroq biri menga havas qiladimi, qilmaydimi? Qiz aytadi, biz buni eshitgandan keyin qattiq ta'sirlandik deydi va butun oila musulmonlarning bu muomalasini ko'rib, o'rtadagi bu samimiyatni va muhabbatni ko'rib musulmon bo'lishdi deydi. Men savol berdim o'zimga. Meni bugun bir g'ayridin, bir begona meni kuzatsa hayotimni, musulmonga havas keladimi, menga havas keladimi, kelmaydimi? Siz ham bu savolni albatta o'zingizga bering. Meni agar bugun bir begona butun hayotimni kuzatsa, meni hayotimga havas keladimi, kelmaydimi? Menga havas qiladigan darajaga chiqishi uchun nima qilishim kerak? Men iqtisodiy masalalar, bu masalalarni aytmayapman. Men axloq masalasini aytyapman. Inson o'laroq biri menga havas qiladimi, qilmaydimi? Qilmasa juda katta muammo.